Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona viloyat xalqi, aziz ota-onalar. Bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, ayniqsa bolalar va voyaga yetmaganlar ishtirokidagi yo'l transport oldini olish jamiyatimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir yo'l transportasi ortida inson taqdiri, oila dardi va beqiyos yo'qotishlar turganini unutmasligimiz lozim. Afsuski keyingi vaqtlarda bolalar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transportlari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab holatlarda ota-onalar farzandlarini yetarlicha nazorat qilmasligi, haydovchilarning mas'uliyatsizligi va yo'l harakati qoidalariga beparvo munosabatda bo'lishi achinarli oqibatlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa ta'lim muassasalari atrofida harakat xavfsizligiga amal qilmasligi, bolalarni transport vositalarida qoidalarga zid ravishda tashish, voyaga yetmaganlarni transport vositasini boshqarish bilan bog'liq holatlar jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Shu munosabat bilan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi barcha fuqarolarga, xususan ota-onalar va haydovchilarga murojaat qiladi. Hurmatli ota-onalar, hurmatli haydovchilar, farzandlarimizni maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktab va boshqa ta'lim muassasalariga olib borish hamda olib kelish jarayonida xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish barchamizning burchimizdir. Biroq ayrim holatlarda yengil avtomobillarda, jumladan Damas avtomobillarida belgilangan me'yordan ortiqcha odam tashish, o'rindiqlarsiz, hattoki bir vaqtda 20 ga yaqin bolalarni tashish kabi mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatlar kuzatilmoqda. Xuddi shuningdek, ba'zi ota-onalar bog'cha va maktablarga skuter va mopedlarda o'zi va farzandlarini xavfsizligini o'ylamagan holda farzandlarini olib borish holatlari ham kuzatilmoqda. Skuter va mopedlar hattoki haydovchining xavfsizligini ta'minlay olmaydi. Unda farzandlarini olib yurish esa mavjud xavfni yanada oshiradi. Ba'zan ota-onalar farzandlarini mana shunday holatda tashlayotganligiga o'zlari guvoh bo'lsa ham, bog'chaga farzandlarini o'zlari olib bormayotganligi, bunga vaqt sarflamayotganligidan xursand bo'lmoqda. Lekin bu xursandchilik farzandini xavf ostiga qo'yayotganini o'ylashmayapti. Natijada beayb bolalarning hayoti va sog'lig'i xavf ostida qolmoqda. Shuni unutmangki, bolalarni tashishda qoidalarga amal qilish shunchaki talab emas, balki farzand hayotini saqlab qoluvchi muhim vositadir. Har bir haydovchi avtomobilida yo'lovchilar hayoti uchun shaxsan javobgar ekanini chuqur anglashi lozim. Shuningdek, yaqinlashib kelayotgan 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari munosabati bilan barcha fuqarolarni ogohlikka chaqiramiz. O'tgan yillarda bitiruv tadbirlari kunlari ayrim voyaga yetmagan yoshlar tomonidan transport vositasini boshqarish, turli kortejlar tashkil qilish, yo'llarda tartibsiz harakatlanish, ortiqcha tezlikda yurish, avtomobil oynasidan tana qismini chiqarib harakatlanish, xavfli manyovrlar qilish kabi holatlar kuzatilgan. Bu esa nafaqat ushbu yoshlarning, balki yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari hayotiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Aziz ota-onalar, voyaga yetmagan farzandlaringizga transport vositasini boshqarish uchun ruxsat bermang. Ularni bayram tadbirlarida ishtirokini nazoratsiz qoldirmang. Ayrim holatlarda ota-onalarning o'zlari farzandiga avtomobil yoki mototransport vositalarini ishonib topshirishi og'ir oqibatlarga sabab bo'lmoqda. Hech bir bayram yoki ko'ngilochar tadbir inson hayotidan ustun emas. Aziz yoshlar, so'nggi qo'ng'iroq hayotingizda unutilmas kunlardan biri bo'lib qoladi. Keling ushbu bayramni tartib intizom bilan va xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda o'tkazaylik. Bir lahzalik ehtiyotsizlik butun kelajakka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini unutmang. Hurmatli yurtdoshlar, har bir inson xonadon eshigidan hatlab ko'chaga qadam qo'yadimi, u yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanadi. Demak, hamma yo'l harakati ishtirokchisi yo'l harakati qoidalariga amal qilishga majburdir. Yo'l harakati qoidalariga amal qilish orqali biz nafaqat o'z hayotimizni, balki yaqinlarimiz va kelajagimiz bo'lgan yosh avlod taqdirini ham asrab qolamiz. Barchangizni yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishga, farzandlarimiz xavfsizligiga befarq bo'lmaslikka va bayram tadbirlarini tinch hamda xavfsiz muhitda o'tkazishga chaqiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.